albatta. Marhamat, kiringlar. Marhamat. To'xtang. Sizga kirish mumkin emas. Nega endi kirish mumkin emas? Negaki siz ro'yxatda yo'qsiz. Odam o'zini uyiga ham ro'yxat bilan kiradimi? Tushunmadim. Bu meni uyim. Men o'z uyimga kirmoqchiman. Ichkarida meni do'stim kutyapti. Biz uyni hamma keraksiz narsalardan tozalashimiz kerak. Keyin oilamni ham qaytarishim kerak. Qoching, yo'limni to'smang. Afsusdaman. Endi siz ham, oilangiz ham ichkariga kira olmaysiz. Bekorlarni aytibsiz. Do'stim ichkarida. Men va oilam ham albatta uning yonida bo'lamiz. To'xtang. Nima qilyapsiz? Va nihoyat biz ko'p sonli jamoamiz bilan o'z maqsadimizga erishdik. Nima qilyapti bu yerda? Bu uy